Diqqat, shoshilinch xabar tarqaldi. Rossiyadan 96 ta migrant deportatsiya qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Moskva viloyatida o'tkazilgan reyddan so'ng omborlar majmuasida ishlagan 96 nafar migrant Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Bu haqida hududiy ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Tezkor profilaktika tadbiri davomida politsiya Moskva viloyati Polidino qishlog'ida omborxona majmuasini ko'zdan kechirgan. Osiyo, Lotin Amerikasi va Shimoliy Afrikadan kelgan migrantlar hibsga olingan. Ularga nisbatan Rossiyada bo'lish qoidalarini buzganligi uchun Rossiya Federatsiyasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 18-8 moddasi va noqonuniy ishga joylashish Rossiya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 18-10 moddasi bo'yicha 46 ta ish qo'zg'atilgan. Ularning har biri 5000 rubl miqdorida jarimaga tortilgan. Keyin mamlakatdan majburiy deportatsiya qilinadi. Politsiya ham o'z ish beruvchisini ma'muriy javobgarlikka tortmoqchi. Davlat dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning so'zlariga ko'ra, 2025-yil 5-fevraldan, ya'ni nazorat ostidagi shaxslar reyestri ishga tushirilgandan buyon 35 mingga yaqin odam immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilingan. Uning qo'shimcha qilishicha, 1-sentyabr holatiga ko'ra, mamlakatda noqonuniy bo'lgan migrantlar ma'lumotlar bazasida 770 ming kishi bor. Ularning 3dan 1 qismi ayollar va bolalardir, deyiladi xabarda.